Okay, hat aufgehört, ne? Schön. Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mana xudo xolasa mana bu ikkita molimizni shoxini kesamiz. Hozir doktor keladi. Bular yangi birinchi tug'ma sigirlar bo'ldi. Endi einmal noch wann mache ich das dann? Weiß nicht, deshalb. Ja. Macht man nicht jeden Tag, ne? Molimizni shoxini oldik, ikkita bundan katta ketadi. Mana aytib o'tdim. Endi buni tartibini aytaman, doktor maslahati bilan o'zim kesdim. Ikki kishi doktor ikkalamiz. Endi qanday holatda bo'ldi bu? Mana bu yerga bayladik, baylab turib, ana shoxi ip bilan baylab olinadi. Uni ham hozir videosini tashlayman, qanday holatda, mana ko'ryapsizlar. Keyin oddiy trosda. Bu mana shu bir marta ishlatdik, xolos, 4 ta shox kesdik. Shu bilan bo'ldi mana. Mana shu trosda kesdik. Endi muhim narsa qanday holatda kesildi bu. 4 ta shox yotishini qaranglar. Bitta odam shoxni bosib turish kerak. Siz kesayotgan tarafga qarab bunday qilib. Siz naryoqdan kesasiz ekan, bir xil parallel qilib ushlab olasiz, zigzag qilib olinmaydi tros. Mana shunday qilib ushlab olinadi. Sababi agar bitta odam ushlab turmasa, mayoqqa tortiladi ekan, to'g'ri. Naryoqqa tortiladi, siz bu yoqqa tortib turishingiz kerak shoxni. O'shunda haligi maydan sinib ketmaydi mana chekasidan. Agar o'zingiz birov yordam bermasa, mayerdan haligi yaqinlashgan sari tortganingizdan keyin to'liq kesilmasdan turib sinib ketadi. Xuddi terak kesganda tayini fon ochib oladi-yu, o'shini singari. Shuning uchun keyin bo'shliq qoladi ekan mayerda shoxda, uni ham hushyor bo'lish kerak ekan. Haligi sprey qo'ydi kesgandan keyin, sababi u burunga ulangan ekan, miyaga va burunga. Şeyda agar bir mikrob bir narsa tushadigan bo'lsa, mana shu burun sohasi bilan shoxni orasiga bo'lgan teshikda nima insulin deb qo'yadi. Chirish yuzaga keladi. Shuning uchun uni asha dezinfeksiyalab qo'ydik. Yana bir muhim ma'lumot, mana qo'limdan aytyapman. Buni endi nima desak bo'ladi, haligi zubachka. Kesganingizdan keyin qon otilib chiqadi. Mana bunday teshiklardan qon otilib chiqishi mumkin ekan, 2 ta 3 ta teshikdan. O'shunda bunday qoldirmaslik kerak ekan. Mana bunday oddiy hozir ko'rsataman mana. Oddiy zubachka ondaqadan, uchligidan mana. Bunday qilasizda, mashina ash teshikka sanchib qo'yasiz, minchalik qilib. Bo'l, sanchib turmaydan sindirib olasiz ekan. Sindirib olsa, mashina cho'pay qoladi, qonni to'xtatib turaveradi ekan. Endi bizda ba'zilarda ko'rganman, bitta odam tortadi, hech kim ushlab turmaydi, shoxni o'ziga tortib, ham sinib ketadi, yarmiga qo'yganda, ham keyin qon chiqqandan keyin shunchaki dori sepib qo'yiladi. Shuning uchun dori sepilganda mana bunday zubachkani ashi qon otilib chiqayotgan joyga sanchib qo'yasiz ekan. Bitta bo'lsa bitta, 2 ta teshikdan otilayotgan bo'lsa 2 ta teshikdan sanchib qo'ysangiz bo'ldi, shu bilan qon to'xtaydi ekan. Mana shu endi kesayotgan holatim olmadim, sababi endi o'zim kesganligim uchun haligi videoga olgani ijolat oldim. Haligi doktor ayol kishi edi. Shunga so'raganim ham yo'q, so'rasak bo'lardi. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Mana ko'ryapsizlar, g'ovoy teshik bo'ladi ekan. Mana shunaqa o'sha teshik to'g'ri burunga ulangan, miya tarafiga ketgan bo'lishi mumkin ekan. O'sha narsaga e'tiborli bo'lish kerak. Rahmat barchaga. Keyin yana bir narsani aytib o'tay. Albatta uni kesishdan oldin bilasizlar, hali og'riq qoldiruvchi, ya'ni muzlatuvchi dori qilish kerak. Haligi tishni oldirayotganda usiz bo'lmaydi. To'g'risi mol o'ta qiylanadi. Shuning uchun undan oldin shu ukol qilib olinadi. Uni ham joyiga, shu 2 ta joyga qilinadi. Uni doktorlar yaxshi biladi, qayerga qilinishi. Uning uchun ham bilish kerak tochkasini. Bitta shoxni 2 ta yon tarafiga qilindi. Keyin 5 minut kutasiz. 5 minutdan keyin, minimum 5 minutdan keyin ishni boshlasa bo'ladi. Ukolsiz qilib bo'lmaydi.